Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, Rossiyadagi patenti yo'q migrantlar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Patenti kuyganlar, atkaz olganlar ham yangi patent olishi mumkin. Vladimir Putinning 1126-sonli farmoni asosida Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar 2025-yilning 30-aprelgacha mamlakatdan ketmay hujjat rasmiylashtirishlari mumkin. Ushbu amnistiya vaqtida nafaqat anchadan buyon hech qanday hujjatsiz yurganlar, balki patenti kuyganlar yoki patent olishda atkaz olganlar ham 1 yil o'tishini kutmay qaytadan yangi patent olishlari mumkin. Agar patentingiz kuygan yoki patent berishda atkaz olgan bo'lsangiz, 30-aprelgacha tezroq yangi patentga topshirishingiz mumkin. Amnistiya vaqtida yangi patent olish uchun quyidagi tartibda harakat qilish lozim. Agar registratsiya qilib beradigan uy egasi bo'lsa, unda avval yashash manzilingiz bo'yicha Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limiga borasiz. Turar joy egasi bilan borib jarima to'lab registratsiya rasmiylashtirasiz. Registratsiya rasmiylashtirish uchun pasport va oxirgi migratsion kartangizni olib borishingiz kerak. E'tiborli bo'ling, migratsiya karta eski bo'lsa ham bo'laveradi. Asosiysi haqiqiy bo'lsa bo'ldi. Jarimani to'laganingizdan keyin 30-aprelgacha registratsiya rasmiylashtirib berishadi. Shundan so'ng borib odatdagidek patentga topshiraverasiz. Agar registratsiya qilib beradigan uy egasi yoki yotoqxona topa olmasangiz, unda avval patent rasmiylashtiradigan joyning konsultatsiya bo'limiga uchrashingiz kerak. U yerda hozir registratsiya qila olmayotganingiz, biroq Rossiya prezidentining 1126-sonli farmoni asosida patent olmoqchiligingizni aytishingiz kerak. Hujjatlaringizni o'rganib chiqib, o'sha yerning o'zida sizni jarimaga tortishadi. Jarimani to'lagach patentga hujjat topshirasiz. Jarima to'lagan chekingiz va patentga topshirgan hujjatingiz bilan keyin 30-aprelgacha bo'lgan muddatda registratsiya qilishingiz kerak. Keyin shu registratsiya bilan kelib tayyor patentni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Amnistiyadan foydalanib hujjat rasmiylashtirib oling. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying. Videoga like va podpiskatsiya videoni kengroq tarqalishiga yordam beradi. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada ishlamoqchi bo'lganlar uchun O'zbekistonda sertifikatlar beriladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Qozon federal universitetining Jizzaxdagi filialida Rossiyada ishlamoqchi bo'lganlar uchun sertifikatlar beriladi. Bu haqda Migratsiya agentligi rahbariyatining Qozon universiteti direktori bilan uchrashuvda so'z bordi. Tomonlar tez orada buni yo'lga qo'yishni kelishib olishdi. Savol-javob. Men Rossiyada patent asosida ishlayman, lekin uni o'z vaqtida to'lay olmadim yoki xabarnoma yuborishni unutdim. Shuning uchun patentim amal qilishdan to'xtatildi. Qonun bo'yicha menga nima xavf soladi va patentni tiklashim mumkinmi? Agar uni bekor qilishgan bo'lsa, nima qilishim kerak? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Agar siz patentni o'z vaqtida to'lamasangiz yoki MVDni xabardor qilmasangiz, uning amal qilish muddati to'xtatiladi. Sizda qarzni to'lash va xabarnoma yuborish uchun 30 kun bor. Agar shu muddat ichida barcha to'lovlarni amalga oshirsangiz, patentni tiklash mumkin. Agar qarzni to'lash muddati 30 kundan oshsa, patent bekor qilinadi. Bunday holatda uni qayta tiklab bo'lmaydi. Siz yoki Rossiyadan chiqib ketib, yangi patent rasmiylashtirishingiz kerak yoki agar hali ham mamlakatda bo'lsangiz, patentni olish jarayonini qaytadan to'liq o'tashingiz kerak bo'ladi. Agar amal qilmaydigan patent bilan ishlasangiz, bu qoidabuzarlik hisoblanadi. 5000-7000 rubl miqdorida jarima solinishi mumkin. Agar bekor qilingan patent bilan ishlashda davom etsangiz, Rossiyaga 3 yildan 5 yilgacha kirish taqiqlanishi mumkin. Rossiya Federatsiyasidan chiqish va Rossiya Federatsiyasiga kirish tartibi to'g'risidagi 26-modda.
Bekor qilingan patentdan so'ng yangi patent olish uchun 1 yil kutish kerak. Shuning uchun patent to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish va barcha cheklarni saqlab qo'yish muhim. Agar patentni o'z vaqtida to'lay olmasangiz, jarima va taqiqlardan qochish uchun Rossiyadan chiqib ketishingiz ma'qul. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlar uchun endi majburiy bo'ladi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi xorijliklarning mamlakatga kirishi uchun majburiy shartlarni ma'lum qildi. Rossiyaga kiruvchi barcha xorijliklar, shuningdek, uning uzoq vaqtdan beri mamlakatda bo'lganlar tibbiy ko'rikdan o'tishi shart, deb yozadi RIA Novosti Ichki ishlar vazirligiga tayanib. Ushbu talab mamlakatda uzoq vaqt bo'lgan barcha xorijliklarga, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari fuqarolariga ham tegishli bo'ladi. Chet elliklar shuningdek har yili bir qator kasalliklarning yo'qligini tasdiqlashlari kerak bo'ladi. Rossiyaga kirib kelgan barcha xorijliklar 30 kun ichida tibbiy tekshiruvdan o'tish shart bo'lishi mumkin. Davlat dumasiga tegishli qonun loyihasi kiritildi. Hozir Rossiyaga faqat ishlashga kelgan migrantlar 30 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tish shart. Boshqa maqsadlarda kelganlar 90 kun ichida o'tishi kerak. Agar tashrif maqsadi turizm bo'lsa va xorijliklar 90 kundan ortiq Rossiyada qolmasa, tibbiy tekshiruvdan o'tishi shart emas. Qolaversa, Ichki ishlar vazirligiga migrantlarning tibbiy ma'lumotlari bilan tanishish imkoniyati beriladi. Agar migrantda giyohvandlik moddasi, yuqumli kasalliklar aniqlansa, uni deport qilib Rossiyaga kiritishni taqiqlashlari mumkin. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya O'zbekistondan 10 ming muhojirni ishga qabul qiladi. Tatariston O'zbekistondan 10 ming muhojirni ishga qabul qiladi. Bu haqda Migratsiya agentligi va Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi o'rtasida memorandum imzolandi. Yaqin kunlarda nomzodlarni tanlash jarayoni boshlanadi. Avvalroq KAMAZ kompaniyasi o'zbekistonliklarni ishga taklif qilayotgani haqida xabar berilgan edi. Uy egasi registratsiya qilib berishga urinmasa nima qilish kerak? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada biror bir joyni yashash uchun ijaraga olishdan avval uning egasi bilan birinchi o'rinda registratsiya masalasini kelishib olish kerak. Chunki o'z yashash joyingizda ro'yxatda turish qonuniy va bepul hisoblanadi. Boshqa joyga registratsiya qilsangiz, registratsiya noqonuniy va pullik bo'lib, uning MVD bazasida bor yo'qligi hamda doim shubha ostida bo'ladi. Noqonuniy ekanligi sababli bitta shu narsani deb deportatsiya bo'lib ketish ehtimoli katta. Agar kvartira egasi sizni ro'yxatdan o'tkazishni istamasa, undan aniq bir sabab keltirishini so'rang. Uy egasiga hech qanday shubhalar bo'lmasligini ayting. Registratsiyaga qo'yilgan odam hech qachon uyga ega chiqa olmasligini, boshqa migrantlarni ro'yxatga qo'ya olmasligini, sodir etgan ishlari uchun uy egasi emas, faqatgina o'zi javobgar bo'lishini, kommunal to'lovlarni uydagi odamlar soniga qarab emas, счетчикdan o'tgan ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblanishini tushuntiring. Oxirida uy egasi uning harakatlari noqonuniy ekanligini ham eslatib qo'ying. Migrantlarni ro'yxatdan o'tkazmaganlik uchun qonunda 2000 dan 4000 rublgacha jarima ko'zda tutilgan. Registratsiyaga qo'yish uchun idora yurish shart emas. Hozirda registratsiyani migrantni o'zi Gosusluga portali orqali onlayn qila olishi mumkin. Uy egasi portalga o'z akkauntidan kirib tasdiqlab qo'ysa kifoya. Barcha gapdan keyin ham ko'nmasa, yaxshisi boshqa joy toping. Unutmang, yashash joyiga registratsiya qilib olgan migrant juda ko'p boshqa og'riqlardan qutulgan bo'ladi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazishni unutmang. Emomali Rahmon rasmiy tashrif bilan Rossiyaga otlanmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tojikiston prezidenti 15-17 mart kunlari rasmiy tashrif bilan Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va xavfsizlik sohalaridagi ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilinadi.